Assalomu alaykum. Qadrlanlar, tinchlikmisizlar? Bugun Xudo xolasa bizda mana 3:55. 5:4 ertalab mana mashinalarni taxladik. Issiqlisan bu ko'rpini olib qo'yaver. Men joy taxladik mana. Kichkina o'g'limga 3 kunga dam olishga ketyapmiz tog'li joylarga. Xudo xolasa videolarni ulashib boramiz. Joy-joyga qo'ymasak. Oilaviy 3 ta oila nasib bo'lsa dam olishga ketyapmiz. Yosemite Park degan joyga. Mashlar turadi 3 kun, 4 kun. Bu yerda hozir narsalarni joylashtirib olaylik. Yana dalishga gaplashamiz. Hozir soat 4 da uchrashimiz kerak, kech qoldik. Yo'limiz 5-6 soatlik yo'l. Xudo xolasa yo'lga chiqdik. Soat 4:23. Hozir yana bitta oila bilan yo'lda uchrashishimiz kerak. Nasib bo'lsa 3 ta oila mana oldinda Ilhom akam ketyaptilar. 3 ta oila nasib bo'lsa Yosemite Parkka ketyapmiz to'g'rirog'i dam olishga. Bizning ham birinchi marta borishimiz. Xudo xolasa sog' salomat borib kelish nasib qilsin. Mana Ilhom akam yangi olgan mashinalari Honda HRV. Bu mehmonimiz O'zbekistondan kelganlar. Elida bir 5-6 kun bo'ldilar. Endi hozir bir kun u yerda dam oladilar, keyin San Fransiskoga ketadi. San Fransisko yaqinroq yo'lida shuning uchun biz bilan qo'shilib ketishamiz. Xudo xolasa mana sekin kelyapmiz. Ilhom akam o'tib ketdi. Mehmon orqada qoldi. Mana quyosh ham chiqib boshladi уже. Qanchada boramiz yana 2 soatda? Xudo xolasa yana 2 soat, 2,5 soatlik yo'limiz bor. Fresno degan shaharga kelyapmiz. Xudo xolasa yana 1 soatlik yo'limiz qoldi mana. Shu yerga ham kelyapmiz. Mehmon Bronco Ford mashinasini rentga olganlar. Mana oldinda Ilhom aka. Mana ekipaj qilyapmiz. Soat 7:13 ketdi. Soat 4:10dami, 4:15dami chiqdik. 3 soatdan beri yo'ldamiz. Sekin kelyapmiz. Tezligimiz 80. Mana 80 tezlik. Bu degani 130 bilan ketyapmiz. Xudo xolasa mana yaqinlashib boryapmiz. Keng bepoyon dala deydi-ku. Ozroq qoldi. 40-45 minut yo'limiz qoldi. Xudo xolasa biroz havo bulutlik. Bilmadim bu yaxshilikmi yomonmi? Borgandan keyin ko'ramiz. Ilhom akam ketdilar, biz ko'p yo'lamiz deb to'xtadik. Sheriklar bilan orqada kelyapmiz. O'zbekistonlik mehmon bilan. Xudo xolasa mana kirib keldik Yosemite'ga. Sekin yana 17 mayl qoldi. Xudo xolasa yarim soatlardan boramiz. Pullik emasmi kirish? Pullikmi? Qancha? 30 $30. Mashinami yo odam uchunmi?
Ha, bitta mashina. Bir kunigami yo? Bir haftaga. Ha, bir haftasigami? Deyarli yetib keldik. Xudo xolasa, hozir 5 minutdan boramiz. Mana o'rmonga kirdik. Zo'r joylar ekan. Bizlar ham birinchi marta kelishimiz. Haqiqiy o'rmonlik joylar. Buni bossam hamma qochib Quyuq o'rmon ichiga kirib ketdik. Borgan sayi quyuqlashib boryapti daraxtlar o'rmon. 3-4 minut vaqtimiz bor. Deyarli yetib keldik. Sierra National mana. Sierra National Forest campground. Mashinaga kirish $35 ekan, bir haftalik. $35 to'lab kirsa, bir haftaga o'tadi. Mototsikl $30. Piyoda kirib ketsa, velik bilan yoki $20. Bir yillik $70 ekan. Agar nogiron bo'lsa yo veteran bo'lsa tekin ekan. Please show ID with pass yet. Haydi kerak emas. ID kerak emasmi? Ko'rsatmayapti. Endi olib qo'y. Xudo xolasa sharsharali joylarga yaqinlashyapmiz. Wow, mana bu qarang, nima tog'i qarang. O'zi yaxshiroq. Wow. Mana tog'. Nima qaranglar. Hozir bu yerda nechta sharshara bor? 6 bor. 6 ta sharshara ekan. Hozir shularni bir ko'ramiz endi qaysi birlari qayerda. Degancha yurdik. Lekin juda katta joy ekan. Bak. Joy famous da. Qaysi joy famous? Tunnelmi? Hozir oxirida chiqaysa kinotay hamma narsa ko'rinadi. Ochiq qolmadi, g'oyib bo'lmasdi. Yaqinda boraveradi. Sen telefoningni olgin, onangga berasan. Ha? Telefon yaxshi olmaydi. Tog' ichida mana tunnel qilingan, gap yo'q lekin. Kellar odamlar. Yana uzoq qilingan. Hozir yo'ldan chiqamizda chap tarafda parking bo'ladi. Parking? Shu juda rasm oldi. Chiqasizmi, chiqmaysizmi? Chiqaman. Chiq. Kallangi chiqar. Shurda tushaylik. Qani odamlar burga Shurada bir to'xtaymizda to'xtaymiz. video qilamiz. To'xtash обязательно rasmlar tushish. Faqat parking topishimiz kerak endi.
Ana yo'q, qo'ying left. Qaranglar, chiqyapti. Mana bittasi kutib turibdi. Oh. Chiqmayapti. Ha, chiqmayapti. Hamma berdi bor ekan buni. Joy. Ikkita jonivor. Bitta sharshara yo'q ekan. Mana First beradi. Hamma odamlar qilib olishgan. Yeah, it's a very, very famous view. You will likely take your kids here. Now, right here. I almost dropped the door. No, well, go ahead. No water. No? Hey, I'm not supposed to be in the middle. No, oldest to youngest. Photoshop it. Calendar pick. Yeah, there you go. Which would you hike? Xullas, bu yerda ko'rinishlarni ko'rdik endi. Sekin ketyapmiz. Charchasam beraman senga. Ketdik. Yana keyingi nimaga darsha ketyapmiz. Sharsharaga, keyingisiga. Hozir shu sharshara. Hozir mana bu yerda bir yengilgina ovqatlanib oldik-da. Endi ketdik shu bilan. Bu yerda peshkom. Bizdan bir guruhga bo'lib 16 kishi. 16 ta o'zbek ketyapmiz. Ey velikchilar, ey bir tomonga. O'ng tomonga o'tinglar, o'ng tomonga. Aylantirish uchun shuttle avtobuslar ham qo'yilgan ekan. Avtobusda aylanamiz endi. O'zbeklar agun. Arqaga. Bemalol. Anglashilmovchilik bo'ldi. Haliga chiqqan joyimizga keldik. Yuring. Adashib keldik. Boshqasiga chiqishimiz kerak ekan. Davay, nargisiga o'tirar ekanmiz, ketdik.
Ha, nima bo'ldi? Adashib. Green mi? Unisiga chiqamiz. Ketdik. Ha, boradi. Ha, bizniki chiqadi. Ha, avtobusdan tushdik. Endi bu yoqqa. Bu yerda peshkom aylanamiz. Bir grup o'zbeklar 3 ta oila bo'lib Sharsharlarga kelyapmiz. Bu Yosemite parkdagi eng yaqin bo'lgan sharshar. People keep saying like, can I say hi to you? Mana shunga qasd qildik boramiz deb hamma bo'lyapti. Biz shuni yurib boryapmiz toshlarda. राजू की तरफ कौन सा नहीं करने उधर चलते Come on. Yanına çoğumunu yap, çığırısı var. Kim çoğumu yaptı? Ayağı da içi yaptı. Ama öyle çoğumunu. Tepeye qarasa adam bosh aylanarkan.